Tanazzul va taraqqiyot. Doimiy mamlakatlar tanazzul va taraqqiyotni iqtisodiy jihatdan boshdan kechirishi asosiy olimlarning fikri hisoblanadi. Xususan 20-yillarda Kondratyev o'z to'lqinlarini inqirozlar va taraqqiyotni izohlash ravishida keltirib o'tadi. Ya'ni Kondratyev to'lqinlarida doim tepaga va pastga tushgan chiziqlarni ko'rishimiz mumkin. U mamlakatni qaysidir jihatdan rivojlanish cho'qqisiga yetgandan keyin albatta inqirozga ham uchrashini taqozo etadi va inqirozlar aksincha taraqqiyotning birinchi bosqichi sifatida izohlashadi. Amerika, Yaponiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarning iqtisodiy bosib o'sgan yo'li bunga yorqin misol bo'la oladi. Umuman, Amerika tadqiqotlar byurosining tadqiqotlariga ko'ra, birgina Qo'shma Shtatlarning o'zida 1960-yildan 2010-yilgacha 100 dan ortiq kichik va katta miqdordagi inqirozlar yuz berganligini va u bo'yicha ma'lum yechimlar borligini taqozo qiladi.